Ya, anta maktabimizning millionerlari o'tiribdi-yu, ko'ryapsizlarmi? Maktabimizning eng boy o'quvchilari. Mahmudjon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mustafa, yaxshimi? Maktabimizning millionerlari, eng boy o'quvchilar. Qanaqasiga millioner aka? Prosta o'timda-yu. Mana masalan, Mahmudjon New York Abu Dhabi universitetiga $400,000 grant yutganlar. Eshitmaysizmi? Aytmaysizmi hali? Qancha grant yutgansiz? 186 ming. Universitet reytingi qanaqa? 32-chi o'rinda turadi, ekonomika bo'yicha 5-o'rinda. Men qanaqa qilib shunaqa natija ersam bo'ladi? Ili men Mustafoga o'rgataylik. Qanaqa Mustafa ham bunaqa natija ersa bo'ladi? Hop, nimalarni o'qish kerak? IELTS SAT olish kerak boshida. IELTS 7.5 olganman, SATdan birinchi 70 olganman. Zo'r. SATga e'tibor berish kerak, chunki SATlikda ham katta rol o'ynaydi. Demak, faqat IELTS va SAT olsam, o'zi kamlik qiladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin. Sizdan qachon natijalar ko'ramiz? Mana shu yil oxiriga inshaalloh topshiraman aka. Universitetlar UHK, Geneva, Syurix shunaqa universitetga topshiraman aka. Lekin Mahmudjonnikidan ko'proq grant yutmasangiz qarang, bo'lmaydi. Bolalar, keyingi ishlarga omad, ko'rishamiz. Xudo xolisa o'zim aeroportda sizni kuzatib qo'yaman.